قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. Kommunist Xitayning dunyoviy hukmron bo'lish istikining ishchi yuzi. 7. bab yuqori texnikalik ھاكىممۇتلەقلىق. 1. qism. 2017 yılı Şanxaydagi tor saqchilarining soni 500 ga yetmaydi. Ammo 1 yilga yetmagan vaqt ichida bu son 5000 ga ko'paydi. Bu saqchilarning vazifasi tor uchurlarini tizginlash va tor jinoyatchilarni tekshirish edi. 2018 yılı chet elga qochib ketgan Şanxay pul muomala sohasidagi bir direktor 20 yil avval Xitoy hukumati va hokimiyat beshidagi Xitoy kompartiyasi 1 milliarddan ko'proq puhrani tizginlab, o'z hokimiyatini saqlash uchun hukumat organlarining yetakchiligidagi siyosiy saqchi va bexatarlik apparatlardan foydalangan edi. U Sovet ittifoqining qo'rqinchli KGB'sini o'rnak qilgan bexatarlik rejimi edi. Bugun bo'lsa Xitoy rahbarlari 100 tonish sun'iy aql, cho'ngberg, ya'ni big data to'plash va shaxsni tizginlaydigan bir mahal Sovet rahbarlari tarafidan yangi Sovet puhrasi barpo qilish deb atalgan qilmishni ulgi qilgan ijtimoiy ishonch sistemasi qatorliq texmi zamonaviylashgan yuqori texnikalik ھاكىممۇتلەقلىق sistemasini vujudga chiqarmoqda. Bu zo'r ko'lamlik saqchi va istixborot sistemasi George Orwell'ning 1984 nomli romandagi zulmatlik ھاكىممۇتلەق tuzilmaning real nusxasidir. 2018 yilga kelganda Xitoy mamlakat miqyosidagi taxminan 200 million dona ko'z tush kamerasiga tayangan yangi texnikalik tizginlash sistemasini ro'yobga chiqardi. Bu kameralar stolbiga, ko'cha chiroqlariga, to'rislarga, qatnash chiroqlariga, jumladan hamma yerga o'rnatilgan edi. 2020 yilga kelganda Xitoy hokimiyati yuqori suratlik 5G telegraf texnikasiga bog'langan, shundaqla sun'iy aql, cho'ngberg va mashinaning o'rganishi, ya'ni bu sun'iy aql texnikasining bir turidir. Qatarliq texnikalarga tayangan kuzatish kameralarining sonini 626 millionga ko'paytmoqchi bo'ldi. Ularning nishoni 2020 yilga borganda davlat miqyosida hamma yerni qoplagan, butunlay torlashgan, to'xtamay ishlaydigan va tamoman kontrol qilg'ili bo'ladigan videolik nazorat torini barpo qilish edi. Ondan Xitoyning qaboatlik ھاكىممۇتلەق kontrol sistemasi ularning dunyoga xo'ja bo'lish planining bir qismi sifatida butun dunyoga eksport qilinadi va yeyiladi. Xitoydagi bu kameralar salohiyat bekitish va kontrol qilish iqtidoriga ega uskunlarning soyasida allaqachon 100 tonish iqtidorini hozirlab bo'ldi. Saqchilarga kishilarning chiroyini skanerlaydigan va ularni yuz uchurlari haqidagi cho'ng sonliq ma'lumot ombiriga tayinib turib tekshiralaydigan alohida ko'zoynak saplandi. Bexatarlik saqchilari yana kishilarni mengish shakliga asosan farqlantiradigan kuzatish texnikasidanmi foydalanadi. Bu sistema Xitoyning kelgusida, ya'ni ko'chalarda, bozorlarda ketayotgan necha 10 millionlagan Xitoy puhralarining salohiyatini, ya'ni tez suratda aniqlash iqtidoriga ega qiladi. Xitoydagi barliq telegraf shirkatlari Xitoyning davlat ig'dorchiligida bo'lg'achqa, Xitoydagi har qanday telefon har vaqt nazorat qilinish xavfi ostida. Qo'rqinchli ijtimoiy ishonch sistemasi Xitoy kompartiyasining gapini anglag'ili unamaganlarni nazorat qilishda ishlatiladigan eng oxirgi usuldir. Bu Xitoy kompartiyasini texmi kuchlik ھاكىممۇتلەق tizginlash imkoniyatiga ega qiladi. Mazkur ishonch sistemasi ba'zi jazo mukofotlarga tayinib, barliq Xitoy puhralarining
ish harakatlarini kommunistik qilibqa uyg'unlashtirishni maqsad qilgan. Xitoy hukumatining 2014-yildagi bir hujjatida xulosalanganidek, mazkur programma ishonchlilarning jahon kezishiga yo'l qo'yib, ishonchsizlarning bir qadam elishini qiyinlashtirdi. Tövini baş topshirmaslikdan tortib, yuqorisi Xitoy Kompartiyasini va uning rahbarlarini tanqidlashgacha, ya'ni Xitoydagi ijtimoiy jinoyatlarning turi xilma-xil. Poyezdda tamaki chekish yoki ermak hayvonlarni sirtqa chiqqanda bo'yniga tasma bog'lamaslikdek ushshaq-tushshaq ishlar yenik jinoyatlar qatorida bir taraf qilinadi. Bu jahondagi kontrol qilish ishlari Xitoyning davlatlik jamoat ishonch uchuri markaz tarafidan nazorat qilindi. Shundaqla 2018-yildagi statistikaga ko'ra, jami 23 million odam mazkur sistemada ishonchsiz deb bekitilib, poyezd yoki aeroplan orqali sayohat qilishi cheklangan. Mazkur markazning bayoniga ko'ra, 17 million 500 ming Xitoy fuqarosi o'zining nachar ijtimoiy ishonch natijasi sababli aeroplan bileti setib olmaydi ekan. Buningdan boshqa 5 million 500 ming Xitoy fuqarosimi ayni sabab tufayli poyezd bileti setib olmaydi ekan. Mazkur dokladda bu programmada ishonchsiz deb qaralg'uchilar hamma yerda cheklamaga uchraydi deb xulosalangan. Xitoy Kompartiyasiga aloqador ishonchsizlik kishilarning hayotini o'zgartirdi va aslida cheklik erkinligini texmi qattiq cheklamaga uchirtdi. Masalan, ijtimoiy ishonch kontroli ishonchsizlarning sug'urta, muqim mulk setib olishini yoki pul muomala ishlariga mablag' selishini cheklaydi. Agar bir shirkatning bu jihatdagi nomeri tuvan bo'lsa, bu shirkatning ma'lum bir turga xaridor bo'lishi yoki shirkat zoyimi tarqitishi cheklanadi. Növbətdə Xitoy bexatarlik organlarining mazkur programmaga sun'iy aql va cho'ng bir iqtidorini qo'shishidan qaraganda, oldimizdagi yillarda ijtimoiy ishonch sistemasining fuqarolar ustidagi besimi texmi ig'irlashidi. Amerikaning muavin prezidenti Mike Pence Amerikaning Xitoyning texnikалық kontrol haqidagi andisini tilga ilib, Amerikaning texnikалық yardım ostida barg'ansir zo'rayotgan va yo'lsizlashib ketayotgan mislsiz nazorat davlati to'g'risida to'xtaldi. Xitoyning internetni nazorat qilishga ishiltadigan to'r sattichini Xitoy xalqining ئەركىن، ئوچۇق، تەكشۈرۈلمىگەن خەۋەر ۋە ئۇچۇرلارغا ئېرىشىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا بارغانسېرى voyaga yetməkdə. Xitoy rəhbərləri 2020 yılға bağanda kişilik hayatının həmmə tərəflərini kontrol qılıdığan ictimai işenç nəticəsi dəb atılıdığan Orwellçi sistemini yolğa qoymaqçı dedi Pence. İlahsızlıq tərg'ibatçılardan bo'lgan Xitoy Kompartiyasi dini erkinlikka qattiq cheklim qo'ymoqda. Musulmonlar, xristianlar va buddistlar eng aqalli ibodat huquqlaridan mahrum qilinmoqda. Kanada bexatarlik istixbarat idorasining bir dokladida deyilganidek, Xitoy Kompartiyasi hozir zamonaviy texnikalardan foydalanib, o'z hokimiyatini mustahkamlash va zo'raytish jarayonini avtomatiklashtiryotidi. 2017 yili e'lon qilingan cho'ng birig jihatdagi ilgirlashlarni Xitoy Kompartiyasining davlat bexatarligiga kapolatlik qilishning oldingi bosqichi bo'lgan jamiyatni idora qilishga ishiltishni maqsad qilgan. Cho'ng birig taraqqiyotini ilgir surish harakat planida bu nishon aniq o'tirg'i qo'yilgan. Mazkur sistema texnikaga tayanib shaxslarni o'zlarini boshqarishga ishtirok qilishga majburlaydi va ko'ndirdi. Xitoy rahbarlari muqimsizlikdan o'lgidek qo'rqishidi. Xitoyda yuz bergan, ammo xabar qilinmagan nurg'un kichik ko'lamli qarshilik ko'rsatish harakatlari Xitoy rahbarlarini tashvishlantirdi.
Chunki bu xil qarshilik harakatlari imperiya davridan boshlabla hokimiyatning qo'ldan ketayotganligining alomati deb qaraladi. Ana shu vajidan imperatorning taxtni saqlab qolishi uchun zo'r miqdordagi saqchi, harbiy va texnikalar puhralarni kontrol qilishga ishlatilmoqda. Kanada bexatarlik istixborot idorasining doklatiga ko'ra, mazkur ijtimoiy ishonch sistemasining funksiyasi Xitoylarning ta'biridagi shaxsiy mas'uliyatni avtomatlashtirib, har bir puhrani, muqimlikni va davlat bexatarligini saqlashga yoki Xitoy kompartiyasining to'lib tashqan g'azabiga duchor bo'lishga majburlashdir. Mazkur dokladda shundaq deyilgan: siyosiy besim yangi narsa emas. Masalan, shirkatlar Xitoyning egilik huquqiga yoki zamin butunligiga hurmat qilmadi deb ayblagandan keyin Tayvan yoki Tibetning mustaqillik harakatlarini ayblashga o'xshash ishlarni qilishga majburlandi. Shundaqla ijtimoiy ishonch sistemasi yana hukumatning qaror chiqarish iqtidorini kuchaytirdi. Bu sistema yana hukumatni chet ellarda yashayotgan va sayohat qilayotgan fuqarolarga bo'lgan kontrollikni kuchaytirish imkoniyatiga ega qiladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilishini Xitoydagi yuqori texnikalik bostirishning eng gavdalik misollaridan biri deyishga bo'ladi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining Hindi Tinch okean ishlariga mas'ul muavin ministri Randall Shriver 2019 yılı 5. ayda Xitoy kompartiyasi bexatarlik kuchlarini ishlatib, Xitoydagi musulmonlarni yig'ib olish lagerlariga so'lavatidi dedi. Shriver 3 million atrofidagi Uyg'urning tutib turish lagerlariga so'langanligini oshkorildi va Hitler natsist Germaniyasi davrini asıltadigan lager degan so'zidan yenishni rad qildi. Mencha u yerda yuz berayotgan ishlar Xitoy hukumatining nishoni va Uyg'urlarning o'zining, ya'ni bu haqdagi oshkora bayonotlari, ya'ni lager degan bu ismni to'liq quvvatlaydi degan edi u. Uyg'urlar o'zlarining mustaqilligini va Xitoy tarafidan besib olingan Sharq Turkistonni asliga keltirishni o'ylaydigan musulmon xalq. Ular bu jihatda besib olingan o'z mustaqilligini qo'lga keltirishni o'ylaydigan Tibetlarga o'xshaydi. Xitoy terrorlikqa qarshi turish tadbiri degan yolg'on nomda 1 milliondan ko'proq Uyg'urni turmaga solab, intayin vahshiy bostirish harakatini boshladi. Xitoy hokimiyati bu bostirishning bir qismi sifatida 2016-yili Sharq Turkistonda siyliqlashtirilib, umumyuzlik salomatlik tekshirish deb atalgan planni boshladi. 2018-yili 1-oyga kelganda Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatdan jami 53 million 800 ming kishi bu atalmish haqsiz salomatlik tekshirishga qatnashtirildi. Bu tekshirish qon avrishkisi elish, yuzini videolik skanerlash, ovoz tonish uchun ovoz avrishkisi elish va barmoq izini elish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu atalmish salomatlik tekshirishda yurak, böğrek qatorliq a'zolar tekshirilmaydi. Bu uning amaliyotda keng ko'lamlik biologiyalik nazorat qilish programmasi ekanligining eng ochiq faktidir. Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligida ishlaydigan tadqiqotchilar DNA avrishkisini to'plagan va Amerikaning Massachusetts shtatidagi DNAni tahlil qiladigan uskunlarni ishlab chiqaradigan Thermo Fisher fan texnikasi degan shirkat bilan hamkorlashgan edi. Bu xil hamkorlik New York vaqt gazeti tarafidan oshkorlab etilgandan keyin Thermo Fisher shirkati Xitoy saqchi doiralari uchun mulozimat qilishni to'xtatgan edi. Buningdan boshqa nazorat qilish tadbirlari Uyg'urlarning yonfoniga islomiy xalqiliq so'zlarni va suratlarni bayqashga ishiltadigan nazorat qilish, yumshoq detalni majburiy qochiltishni o'z ichiga oladi.
2000 yılı 3. ayda Prezident Bill Clinton Amerikanın Xitayning Dünya Savdo Təşkilatıga a'zo bo'lishiga yordam qilishining ahamiyatini ko'p turib maqtab, mazkur tashkilotga a'zo bo'lgan bir kommunistik davlat misli ko'rilmagan demokratiyalashish va iqtisodiy erkinlikni vujudga chiqaradi degan edi. Clinton Xitayning Dünya Savdo Təşkilatıga a'zo bo'lishining 2005 yilgacha uchur texnikasi mahsulotlardan elinadigan tamojna bejining amaldan qoldirilishiga, aloqa qurollarining texmi arzon, sifatlik va keng qo'llaniladigan bo'lishiga turtki bo'ladiganligini aytgan edi. Internetning Amerikani qanchalik o'zgartib o'tganligi hammamizga ma'lum. Shundaqla biz allaqachon ichitilgan jamiyatga aylandik. Uning Xitoyni qandaq o'zgartib o'tadiganligini tasavvur qilib boqayli. Shu topda Xitoyning internetni bostirishga urinayotganligi shaksiz. Men ularga utuq tilayman. Bu xuddi meva uyutmasini tamg'a mixlayman degandakla bir ish degan edi u. Clintonning internet texmi muloyim va ichitilgan Xitoyni vujudga chiqirdi degan mo'lchiri tubdan xato bo'lib qolmasdan, internet Xitoydagi ھاكىممۇتلەقلىق kontrolning kuchayishiga va ularning tor josuslik orqali Amerikaning texnikallarini zo'r miqdorda o'g'irlashiga sabab bo'ldi. Mening 1999 yili nashr qilingan Xainlik degan kitobimda oshkorlanganidek, Clinton hökuməti Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatidagi eng ig'ir va ofat xarakterlik xatoliklarga sabab bo'ldi. Masalan, Clintonning prezidentlik mazgilida Xitoy bilan bo'lgan olam bo'shliqi sohasidagi cheklimsiz hamkorlik Xitoy azodlik armiyasining strategiyalik boshqarilgan bomba texnikasiga ega bo'lishi bilan natijalandi. Mazkur texnika hozir Xitoyning Amerika shaharlarini va Amerikaning Osiyodagi harbiy bazalarini nishonga olgan zo'r miqdordagi boshqariladigan bombalarga ishlatildi. Bu hamkorlikqa chetishliq Hughes elektronlik shirkati, Laurel olam bo'shliqi va aloqa cheklik shirkati Xitoyning boshqariladigan bombalarining qo'yib berilish chonligini, ya'ni boshqarilgan bombalarning qo'yib berish supsidila portlab ketmasligini yaxshilagan boshqarilgan bomba texnikalarini qonunsiz o'tkazib berganligi uchun faqat ayrim holda 32 million va 13 million dollar jarimani to'lab qutuldi. Motorola shirkatimi Clinton hukumatining tasdiqi ostida Xitoyni bir boshqarilgan bomba orqali bir qanchalagan o'q beshini qo'yib berishda ishlatiladigan texnika bilan ta'minlagan. Natijada 2017 yilga kelganda Xitoyning qurol yaroq ombiriga ko'p o'q beshi o'rinlashtirildi. Havo armiyasining shu vaqtdagi bir parcha maxfiy istixborot mo'lchirida Motorola sun'iy hamroh qo'yib berguchining, ya'ni Xitoy tarafidan boshqariladigan bombalarga saplanadigan ko'p nishonni nishonlay oladigan ko'p o'qbeshiliq qo'yib berguchga aylantirilish mumkinligi tilga ilingan edi. Xitoyning barliq eng yangi boshqariladigan bombalarga ko'p o'qbeshi saplangan. Xitoyning internet bilan qoplanishi uni erkin demokratik davlatga aylantirdi degan mo'lchar tal-to'kis xato chiqdi. Hozir Xitoy Amerikadan ilingan texnikadan foydalanib internetga cheklim qo'yib Shundaqla Xitoy yana internet egilik huquqi degan nomda internetga bo'lgan kontrollikni texmi kuchaytirishning ko'yida. Xitoy bu orqali o'zining hokimiyat boshqarish va tizginlash tuzilmasini, shundaqla vahshiy saqchi davlati taktikasini dunyodagi barliq davlatlarga import qilmoqchi bo'lyapti. Xitoy 1994 yili tunji qitim internetga ulandi va bugun ularning 800 million atrofida tor ishlatuvchisi bor. Bularning ko'pinchisi yanfon, pat degandek ko'chma xabarlashish
uskunalari orqali to'rga chiqadi. Demokratiyani yaqlaydigan Erkinlik Sarayı tashkiloti Xitoyning to'r orqali erkinlikni boshqarish va kontrol qilishga urinish jihatda dunyoga yetakchilik qilayotganligi haqida ogohlantirdi. Erkinlik Sarayıning internet erkinligi haqidagi doklatining avtori Adrian Shahbaz bu haqda demokratik davlatlar texmi xatarlik va raqobatga to'lgan to'r sohasidagi xurslar bilan hapilishayotganda Beyjingdagi rahbarlar raqamlik taratqulardan foydalanib davlat ichi va sirtida o'z ta'sirini kuchaytirishga urinmoqda dedi. Xitoy internet erkinligini eng ig'ir darajada dafsanda qilg'uchi davlat bo'lib, uning 2 milliondan ortiq odam xizmat qiladigan keng ko'lamda tekshirish va nazorat qilish sistemasi bor. Xitoyning texnik shirkatlari dunyodagi Xitoyning bostirish siyosatlarini qo'llanishga intiladigan mustabid hukumatlarni telegraf uskunalari, ilg'or chiroy tonish, yumshoq detali va sonliq ma'lumot analiz qurollari bilan ta'minlayotidi. Raqamlik mustabidlik internet insoniyat erkinligining motori degan qarashni ag'dirib tashlab, hukumatlarning fuqarolarni texnika orqali kontrol qiladigan yo'li sifatida taraqqiy qildirilmoqda, deydi Shahbaz. Xitoyning internet erkinligiga shakllantirgan tahdidi dunyo duch kelgan eng ig'ir erkinlik tahditlarining biri. Shundaqla, agar biz raqamlik davrimizni qo'g'dab qolamiz va uni ھاكىممۇتلەقلىقنىڭ kontrolligiga tushirib qo'ymaymiz desak, cho'qim bu tahdidga jang e'lon qilishimiz kerak. Xitoyning yuqori tېخنىكىلىق bostirishining yadroliq tarkibidan biri Xitoyni internet dengizidagi yenik orolga aylantirgan internet sattichinidir. Men 2018-yili Xitoyga borganda Google'ning shundaqla ijtimoiy aloqa magnatlardan Facebook va Twitter'larning cheklanayotganligini bayqagan edim. Bu 3 torbat Amerika va dunyoning boshqa joylaridagi necha 100 millionlagan kishi aloqa va uchur bahirlashda ishiltadigan asosliq supudur. Buningdan Xitoyning o'z fuqarolarini Xitoy Kompartiyasining tashviqotlari bilan to'lgan, uchurlar qamal qilinadigan, ularni erkin azodi fikr qilish va ochiq oshkora aloqa qilishdan mahrum qiladigan to'r sistemasiga tayinishga majbur qilayotganligi shaksiz. Fan texnika magnati Google Xitoy bilan bo'lgan munosabatda tövandagidek o'zgarishlarni boshdan kechirgan. Dastlabda, ya'ni 2010-yili Xitoy harbiy hakkerlari Google'ga hujum qilib, qimmatlik manba kodini o'g'irlab olganda, Google bu ishdan g'azabga kelgan bo'lsa, keyinchi u Beijing hokimiyati bilan ushbu mustabid hokimiyat uchun Google izlash motorining tekshirilgan nusxasini tadqiq qilish jihatda aktiv hamkorlik o'rnatgan. Google izlash motorining yengmag'uch, ya'ni Dragonfly deb ism qo'yilgan tekshirilgan nusxasi Amerika shirkatining fikr erkinligini va ochiq oshkora aloqani cheklash jihatda mustabid kommunist hokimiyat bilan ig'iz burun yalashganligining eng nomusliq misollaridan biridir. 2009-yil bahorda bir guruh kompyuter hakkerlarining Xitoy armiyasi bilan hamkorlashib, Xitoyning janubida shu vaqtning sharoitida uchur davridagi eng ig'ir va unumli kompyuter hujumlari qo'zg'alligini nazarda tutganda, Google'ning bu xil taltiks o'zgarishi kishini cho'chitadi. Mazkur hakkerlar guruhi Google'ni nishonga olgan bo'lib, Google'ning izlash motorida har kuni milliard qitimlab uchur izdiladi. Buningdan zo'r miqdordagi sonliq ma'lumot va uchurlar shakllanadi. Bu hozirmo Kaliforniyadagi Krimniy jilg'isiga joylashgan bu shirkatning yangi savdo liniyasiga kirgizilmoqda.
Әлбәттә, яғни şu qıtımlıq hakkerlik hücumida nişanlanğan yalğız Google emas idi-yu, lekin o Amerikadagi 20 dak yuqur texnik şirketlerini ziyonga uchratgan. Keyincha Qutub nuri harakati deb atalgan aşı tor hücumining eng muhim nishonlaridan biri edi. Şu qıtımlıq harakatga qatnashgan hakkerlar Google'ның yuqur darajalik boshqaruvchilariga va boshqa shirkat mas'ullariga ilxat yo'llash va telefon qilish orqali o'z nishonlarini inchiki tadqiq qilgan va ularga qarta ijtimoiy injenerlik, ya'ni ijtimoiy injenerlik normal aloqa orqali boshqalarning texnikasiga ta'sir ko'rsatishni maqsad qiladigan, ularning ba'zi harakatlarini qilishga yoki muayyan qarorlarni chiqarishiga sabab bo'ladigan usulni ko'rsatdi. Qilgan kasbiy xodimlar edi. O, hakkerlarning bundaq qilishdagi maqsadi qarmoqqa arzimasdek ko'rinadigan shirkat amaldorlarining terminalda ishlagan vaqti va texmi muhimi ularning hech kim yo'q ahvolda kompyuterni o'chib qo'yib qo'yadigan vaqtlari qatorliq tafsilotlarni egallash edi. Bu uchurlarning Xitoy armiyasining tor jangchilari, ya'ni Xitoy ozodlik armiyasining yuqur texnikalik urush qismi tarafidan to'plangan edi. Xitoy ozodlik armiyasi 1990-yillardan boshlab o'zining maxfiy harbiy uchurlashtirish qismida minglagan kompyuter olimlarini tashkillagan va tarbiyalagan edi. Mazkur qism dushman kompyuter tori va ul aslalarga aloqador axborot to'plash hamda Amerikaga qarshi tor urush qo'zg'ashga tayyorlik qilish vazifasini ustiga olgan. Bu xil tor urushi Xitoy necha 10 yilning yoqi takrorlab kelgan. Agar zarur tepilsa, Tayvanni qaytarib olish uchun harbiy kuch ishlatishdan yonmaymiz degan va'dasini ishga oshirishga uringanda portilishi mumkin. Xitoy ozodlik armiyasining tadqiqotchilari Microsoft tor ko'rguchining 6.0 nusxasining yumshoq detal kodini tashkil qilgan millionlagan 0 va 1 ning orasidan o'zgacha va ko'p foyda olg'ili bo'ladigan yo'shirun bexatarlik yo'chqini bayqagan. Mazkur tor ko'rguchini Google va boshqa shirkatlar keng ko'lamda ishlatdi. Xitoy hakkerlari Microsoft tor ko'rguchining 6.0 nusxasida bayqagan yo'chiqni Xitoy kommunistik hukumatining Baydo degan yangi tor ko'rguchining qimmatini oshirish urinishi jihatdagi g'oyat zo'r bo'sish deyishga bo'ladi. Baydo Google'ning Xitoydagi raqobatchisi edi. Lekin uning elektronlik kontrol qilish iqtidori Xitoyning kollektiv diktator hokimiyatini chet eldan kirdigan demokratiya va fikr erkinligini targ'ib qiladigan uchur va ideallarni to'sish imkoniyatiga ega qiladi. Davomi bor.